Bugun oldingizmi? Qachon oldingiz? Qayerdan oldingiz? Eshitdingizmi yo'q bu narsa? Chak olganmiz. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari doirasida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Toshkent shahrining Uchtepa tumanida xizmat olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan shubhali fuqaro to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Ko'chada kechasi soat 3:30-4 ga yaqin zakladka orqali olgan narkotik vositamni ko'chada tarqatib yurgan paytda PPS xodimlari shaxsimga aniqlik kiritish maqsadida to'xtatishgan paytda telefonimdan rasmga chiqqandan keyin narkotik vositalarni xatarligini ko'rsatdim. Nechta manzil? 4 ta manzil, 4 ta manzildan 4 ta giyohvand vositasi chiqdi. Juda ham afsusdaman bu narsadan. Juda ham adashdim mana. Tezkor profilaktik tadbirlar davomida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan ham giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasiga oid bir qator holatlar fosh etildi. Soat taxminan 23:30larda inspektorimiz orqali to'xtatirilib, hujjatlarni tekshirayotgan vaqtida orqa sidenada o'tirgan fuqaro o'zini sal shubhali tutganligi sababli tekshirdik. Oldidan 10 cho'nchagidan 4 dona psixotrop modda va o'tkir hidli modda jigarrangsimon aniqlandi. Jinoyat qidiruv xodimlarini chaqirdik va ularga bildirgan asosida topshirdik. Tizim iste'mol qilasizmi? Yo'q. Moddalar psixotrop vositalarini qachon qayerda kimdan oldingiz? Hurmatli fuqaro. Lokatsiya orqali yoshlik qilib xato qilib qo'ydim. Yana bir holatda esa Cobalt rusumli avtomashina ko'zdan kechirilganda uning salonidan o'tsimon giyohvandlik moddasi hamda uni iste'mol qilish uchun mo'ljallangan moslama aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Navbatdagi holat poytaxtning Yangihayot tumanida xizmat qilayotgan xodimlar tomonidan nima aniqlandi? Nima chiqdi siz yoningizdan, mashinangizdan? Mana shu baklashka, kesilgan baklashka. O'shani chekuvdan. Pushaymonman, tavbadan. Iltimos kechirishingizni so'rayman. Xulosam shuki, bu yaxshilikka olib kelmas ekan. Aniqlangan har bir holat yuzasidan qonunchilikda belgilangan tartibda tekshiruv harakatlari olib borilib, aybdor shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilishi ta'minlanadi. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari izchil davom ettirilmoqda. Hodisa mana ko'k rangli rezina qoplama bilan qoplangan, ichida noma'lum modda bo'lgan zakladka. O'zbekistonda xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari o'tkazilmoqda. Xususan bugun Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan giyohvandlik vositalariga chek qo'yildi. Uchtepa tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ichki ishlar organlari xodimlari shubhali harakatlangan shaxsni to'xtatib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirdilar. Uchtepa tumani 24-mavzida xizmat olib borayotgan vaqtimizda o'zida shubha uyg'otgan bir nafar fuqaroni ko'rib qoldim. Fuqaroni kuzatuvga oldim. Shundan so'ng hamkasbimga telefon apparatim orqali xabar berdim. O'zi shubha uyg'otgan fuqaroni to'xtatib, xolislik ishtirokida ko'zdan kechirgan vaqtimizda 12 dona ko'k izolentaga o'ralgan noma'lum modda borligi aniqlandi. Shundan so'ng shu fuqaroni avtomashinasi ko'zdan kechirilgan vaqtda yana xuddi shunday 18 dona ko'k izolentaga o'ralgan noma'lum modda borligi aniqlandi. Qayerga bekitgansizlar hozir? Siz bekitgansiz moddani? Mana ko'k rangli qoplama bilan o'ralgan noma'lum modda bo'lgan ichida zakladka. Shuningdek, dastlabki surishtiruvlar davomida gumonlanuvchi Nazrullayev tomonidan Uchtepa tumani hududida zakladka usulida yashirib qo'yilgan yana 18 dona sintetik giyohvandlik moddasi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Natijada ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan jami 49 dona sintetik giyohvandlik vositasining tarqalishiga chek qo'yildi. Zakladka yo'li bilan narkotik moddalarni qo'yayotgan paytimda uchastka nozirlari meni ilg'ab qolishdi va shu orqali cho'ntagimni tekshirishganda, o'sha cho'ntagimdan va telefonimni tekshirishganda telefonim orqali rasmga tushirilgan o'sha nuqtalar aniqlandi, ularni ham o'zlari musodara qilib olishdi. Men afsusdaman qilgan ishimdan. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.
Poytaxtimizning Yunusobod tumanida joylashgan ofislarning biridan 880 million so'm miqdoridagi pullar noma'lum shaxs tomonidan o'g'irlab ketildi. Xabar kelib tushishi bilan Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan gumonlanuvchini ushlash va jinoyatni fosh etishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi. Yunusobod tumani markaz 5 dahasi xonadondan kelib tushgan murojaatga asosan hodisa sodir bo'lgan joyga borilganda ushbu ofisdan 880 million so'm miqdoridagi pullar noma'lum shaxs tomonidan o'g'irlanganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu jinoyatni Sardor ismli shaxs sodir etganligi aniqlanib, qo'lga olindi va uning xonadoni tintuv qilinganda uning xonadonidan pullar ashyoviy dalil tariqasida olib qo'yildi. Ushbu pullarni olib, uyimda turgan Fatoni gruzoviy mashinaga qo'yib va o'sha yerda meni ushlab olishdi. Men ushbu qilgan ishimdan pushaymonman. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchiga nisbatan qamoq qolish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari davomida jinoyat va huquqbuzarliklarga chek qo'yishga qaratilgan tezkor tadbirlar muntazam ravishda olib borilmoqda. Respublikamiz bo'ylab davom etayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar davom etmoqda. Bektemir tumaniga kelganmiz, jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan tumanda tezkor tadbir o'tkazilgan. Mana ko'rishingiz mumkin giyohvandlik vositalari. Mana bunday chekish uchun moslamalar ham topilgan. Bektemir tumani Musaffo mahallasi xonadonlarining birida ko'zdan kechirilganda fuqaroning yashash xonadonidan xuddi shu ko'rinishdagi tuyaklarga ekilgan jami soni 30 dona yashil rangli o'tsimon moddalar borligi aniqlandi. Hamda ushbu moddalar xolislar ishtirokida bayonnoma orqali rasmiylashtirilib, ekspertizaga taqdim qilindi. Shundan so'ng holat yuzasidan tadbirlar davom etilganda fuqaro yashash xonadonining narigi qismida shlaka bulut zaboriga o'ralgan hamda oynalar bilan yopilgan, xona harorati moslashtirilgan oynalar bilan qoplangan. Bu joyda ham 21 dona yashil rangli o'tsimon moddalar yetishtirib kelayotganligi hamda bir dona tuvalda yashil rangli moddalar borligi aniqlandi. Bu giyohvandlik vositalari ekspertizaga topshiriladi va natijasiga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi.